Boladi aldı. Tamam. Bekle.
लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सबका तहे दिल से स्वागत है
Barchaga assalomu alaykum. Bugun matchlarimizni boshlab oldik. Bir guruh bu bir guruhi, bu guruhdan biri olmaydi. Zarar yo'q. Bu 1/8 final o'yinlari. Notorious turnament. Hozirda bu jamoalarimiz kuch sinashadi. Top 6 natija bu keyingi tur uchun yo'llanma beradi. Barchaga omad tilagan holda o'tamiz. Rolikda Kungat Esport. Bu qaysi jamoa? GG. Va yana ANO. Stories team. Bir nechta jamoa tushgan lipovkaga jaqizib qoladi hozir. SPR. Aynen. UZX Gaming. Adashmasam shunaqa qilsa kerak. Respect. Daily Scores. Hop. Lipovkani kuzatamiz qiziq. 3-chi raqamli jamoa, biz buni hozir tekshirib olamiz. Pubg Sports. Hop. Mana. Nok Elta. Raqamli jamoa bu. Legend team. Kecha ham ko'rgandik, adashmasam Legend teamni. Bu lekin qaysiroq? Beşinci raqamli jamoa bo'lganlar bo'lsa, hozirda ularning hisobidagi kill 4taga 7. Legend team jamoasi g'alaba qozonishdi. Qo'yingchi. Kray. Cybers. Beşinci raqamli jamoa. Ismi jamoalarimiz qanday joylashmagan. Dört raqamli jamoa. İsmi Never Give Up. Hop. Pubg Sport jamoasiga yaqin joylashgan. Katta yaqinida bu. 4 raqamli jamoa. Never Give Up. Hop.
uzaysan. 12 yaqinda mana yaqiniga tezda yetib kelishdi, hop. Tek umuman bir deymiz. Чётник мой yiqilib tushgani ko'rinmoqda, chatda hop. Yek. Dessas. Lakers va Uzis Gaming adashmasam. Da, 12 jamoa. Uzis Gaming. Hop. Gel. Katta qonigan ular. Kaplan. Bir hujum qilishmoqda. Cybersabers va Uzix Gaming qarshiga va Cray komadan yaxshi nok ko'rdik. Ali Cybersabers o'yinchisi Predator va uning jamoadoshlari ham nut bo'lish ehtimoli juda yuqori. Sog'lom boshqa hop, Uzix Gaming o'z pozitsiyalarini egallashmoqda. Davud Desant da Predatorni ko'rishmoqdamiz. Bitta o'zi. Da, minus. Va koma. Va kimlarni ko'ryapmiz? 8-raqamli jamoa. Qaraqalpaqstan. Hop. Kelishadimikan? Tak, kelsa juda qiziq bo'lardi. O'zi skemin. Cybersabers jamoasi 3-4 holatda. O, kuchlar teng albatta. Desant turib oladimi? That's it. Knock. Nazoratni qo'lga olishmoqda Uzix Gaming jamoasi. Yana comeback. Cybersabers jamoasi o'yinchilaridan Güzel olsa. Cray. Rapers kerak. Vosita Kiver. Uzix Gaming'da Desant nima ekan? Lord. Durdish bilan avvora. Uzix Desant. Va unga yaqin kelmoqda Pass Backer. Kaplan. Da, primaslikdan nok. Cray, eng oxirgi o'yinchi. Cray, hop, qo'lda dravovik. M416 ham bor, lekin ko'ramiz. Hech narsa qila olmadi albatta. Hozirda Uzix Gaming jamoasida 4 ta kill. Hozir jamoadoshni turishga ulgurarmikan?
o'zgali. Ular ulgurdi. Demak, full komanda o'yinlari. Kiber sarıcamız top 12 bilan cheklanishdi va u Unwanted Academy. Unwanted Academy. Qoplarga juda yaqin kelishmadi. O, mana qizi. Sakkizinchi va Unwanted Academy o'yinlari. Birinchi raqamli jamoa va suvdan chiqib olishdi. Ular kimga? Ularning jamoasining ismi Qaraqalpaq ekan. Purgator. Jamoalar shay. Ko'rmadi. Tutish kerak. Ketib qolishdi. Yo'q. Junior to'xlamadi shekilli. Bizlar kimdan qarshidan ko'ryapmiz? Eksi. Go. Va ularni tayyorlash kodeks jamoasi o'yinchilari olishadi, da, olishdi. Exact. Present. Respect bu 6 raqamli jamoa. 13-chi bu Yarkosh, Sardar, yo'da O'zbek Muhammad ikkiga qarshiligi. Lekin bu yo'da King OXP o'yinchisi ham bor. Mustaqil o'yinchilarimiz bor. Dewshiler o'yinchilari Respect de chapter o'yinchilari qarshiligi bilan. Go O'zbekiston jamoasi bor. Go. Qarshi davom etyapti. Go Muhammad Nok Yarkosh tarafidan KARTA ham kirib kelishmoqda. Va bu yerda Go O'zbek. Go O'zbekiston jamoasi o'yinchisi. Da Nok Respect jamoasi o'yinchilari killarning hisobini 2 taga o'tkazib olishdi. Oxirgi o'yinchi Go Caption. Uni ham yo'q qilishdi. No, killar hisobi bo'yicha bitta nok qabul qilib 3 ta kill. Yaxshi. Va suvdan suzib ketishmoqda. Jamoa. Ron, Makram va Fazar, Azar. Ularning diadis kodi jamoasi va King OXP. Shada. Onda jamoa 34 ta o'yinchi.
kartamıza. Muhit. Ya da играет auto. OXP. Lock. Да, King. XP. XP Sports. Mazidiyet Scottish jamoasi oyunculardan ikkita kill. O zaman 45 kan Notorious Sport bor, NGP, Qaraqalpaq bor, Unwanted jamoasi ham bor. Hop there. Okay. Beshinchi raqamli jamoa Sport bilan juda yaqin joylashib olishgan 5-chi raqamli jamoa. Galaxy Gamers. Kim bu? Davron oxirgi o'yinchi. Ular ham yo'q bo'lishdi. Devdis jamoasi tarafidan 5 ta kill ularning hisobida hozir. Ha, ketma-ketda boshqa jamoalarni qotirishda davom etmoqda. Atom. Samolyotda bo'ladi shekilli, ha? Sport Galaxy Gamers Sport Spectrum Qaraqalpaqstan что ли? DS NGP Never give up NGP X Gaming Ramzan kapışmada. Unwanted Academy bunlara. Ya Uzix Gaming de oyun karşılığıyla. Never keep up va Uzix Gaming jamoasi karşılığıyla ko'ramiz. Hop. Minus. Uzix Gaming. Hop 7 bilan cheklanishdi. Never give up. Notorious Sport jamoasidan ko'rmoqda. 9-chi raqamli jamoa. Nerede Scottish? Ular ham 45 moda. Yaxshi. Balans sendan. Bitta mashinaga minib olishganmasa. Buni grafikani o'zgartiramiz. Azizlar, bu ikkinchi mashina. O'zgartirmay qolamiz. Unwanted Academy oyunchilari. Evet, что там? Bagbosu kerak. Da. Balans sendan 3-chi raqamli jamoa bu XP Sports. Hop fen, bitta o'zi. Notorious Sports. Never keep up jamoasi. Notorious Sport yaqinida Unwanted Academy ham Galaxy Gamers tomonidan nok. Mana. Assalomu alaykum do'stlar. Yerda Scottish. Full palatasiga bosib kirishdi.
Everest. Yeba. Everest'tan mı? 5 ta jamoa 13 ta o'yinchi oldinda. Bakalım. Bratish spot. Nerede squares? Hop. Knock. Bağlat senden. Ana yapıp bütün. 4 ta jamoa. Bratish spot. Diğerde squares. Galaxy Gamers ve Balansen'dan Oxp Esport olursa Sezan. Win Speed Avila Aton Quit Fraze ve Galaxy Gamers'dan 40 gelişmede 5. rakam jamoa Balansen'dan al minus ve şu da jamoa hop Sezan'dan muhit Notorious Sports jamoasi o'yinchisi va zona qisqarmoqda Ahmedov nima qilar Ahmedov nok Galaxy Gamers zim o'rtasida Vinsha Speed oxirgi o'yinchi Notorious Sports jamoasidan jon saqlash kerak, apteshka urish kerak. Kanze yaxshi vaziyatga o'zlarini chiqarib olishgan deydi Sports o'yinchilari. Есть. Как? Kanze. Hop. Birga 3 holatda. Endi Squadis va Notorious Sports. Fraze. Fraze'ni nok qildi. Everest. Hop. Notorious Sport va deydi Squadis jamoasi o'yinchilari birga 3 holatda Vinsha Speed olmoqlagan holda birga 3 holatda va zona qisqarmoqda va deydi Squadis jamoasi top 1 bizlar jamoalarni qanchalar bilan tanishtirib o'tamiz. Deydi Squadis jamoasi o'yinchilaridan top 1 muhit Fraze Aton Egoist takov 10 kill bilan top 1 ya'ni ular hisobida 20 ta ptes bu yaxshi degani yaxshi kayfiyatda o'yin tugatib olishdi. Muhit Fraze Aton Egoist kill va plus ptes 10 ta ptes olishadi. Deydi Squadis top 1 Notorious Sport ham yaxshi natija top 2 8 ta kill va hali hammasi oldinda 2 ta match bor yana Miramar va Erangel 1-8 bosqichida har bir guruh o'yinlari 3 ta o'yinlar iborat. Erangel, Miramar va Erangel. Bugun 4 kun bo'ladi 1-8 bosqichi o'yinlari. 8 ta guruh. Har kuni 2 tasi bo'ladi. Galaxy Gamers jamoasi top 3 7 ta kill. Juda yaxshi natija. Top 6 natija bu. Keyingi bosqichni yo'llanma berishadi. XP Sports 6 ta kill balansida juda yaxshi ishab berdi. Qilib berdi jamoasi uchun. Unwanted Gamers Academies 5-rang. Top 5 bitta kill. Neveki Pubg jamoasi o'yinchilari top 6 da 2 ta kill, Uzix Gaming 4 ta kill. Bitta kill, 8 top 8 da. Respect 3 ta kill, Qaraqalpaqstan 0 kill, top 10 da. Go O'zbekiston jamoasi o'yinchilari. Yaxshi pozitsiyadan bunday foydalana olishmadi. O'zbekiston 0 kill 11 ta. Top 11 da. Sabers jamoasi 0 kill top 12. Legend Team jamoasi top 13 da. Top 13 0 kill. Kill yo'q. Bundan hisobda deydi Squadis 10 kill top 1.
Balansendan eng ko'p kill qilgan Lord yaxshi. Hop. Sar, keyingi matchni kutishda sabrsizlik bilan kutamiz.
Hammaga xayrli parvoz. Bizlar ikkinchi matchimizni boshlab oldik. Bu bir guruhning ikkinchi kartasi. Bu ikkinchi imkoniyat degan ushbu bo'lsa. Ikkinchisi boshlandi. Hop. Bu XP. Bularda teg yo'q-ku. XP Sports. XP Sports. XP Sports, never give up, give your subs, respect, Notorious, Qaraqalpaqstan, Notorious Sport, Legend Team, Unwanted Academy, Music Gaming, Go Uzbekistan, Bizlerde Sports, Galaxy Gamers. Tamasa oyinlari. Va bu yerda kimlar? Bizlar tashlab o'tgan paytda kak sada chiqamiz. Kibersaversa oyinchilari XP Sport jamoasidan minusga uchralishdi. Sorry. Da. Kimlarning yo'q bo'lishdi? Kim yetishdi? Yerda Sport jamoasida Atom minus, Aviano minus Notorious Sportda. Notorious Sport va Kibersaversa yo'q. Değerli Skadir Spor Notorious Sport jamoasi qarshisiga hayajonli. Bizlar 65 harakat qilamiz. Bir yashayotgan yo'q. Ikkita Qaraqalpaqstan jamoasi. Bular hisobda ikkita kill. Notorious Sport. Oldingi o'yinimizda birinchi top 1 to'pga kelishgan jamoa. Sports. Aviano. Cezar. Cezar'da ikkita kill. Va bizlar kelishga jamoasi o'yinchilaridan bitta o'yinchini topib oldik. Bitta o'zi boshqa yoqqa chiqishik, ha? Fransiya. Boshqa qilgan. Qaraqalpaqstan top bir olgan jamoalar top bir olgan jamoadan eng oxirgi bo'lib ketgan bitta o'yinchi. Va yana bitta qarshilik 16-raqam jamoa Notorious Sport jamoasiga qarshi Vinchosbita yana bitta nok. Ular killlarni yanada ko'tarib olish mumkin. Cezar nok. Davron. Yana qilib tashladi. Va Everestdan SKS quroli bilan bunday nok ko'rdik. Shospet. Qolgan jamoa o'yinchilari olib Qurqonov, Davron va Ozodbek. Minus. Bizlarga minus qabul qilib olsin 16-raqam jamoa hujum qilaman deb. Lekin isbotlab bo'lishgan Notorious Sport jamoasi to'g'ri 2 va oldinga top qolgan jamoani sargam hammasi bu minus. Bizlar yanada Legend Team jamoasi.
Halkınada kim? XP Sport jamoasi. Astro. Hop, Astrodan qanday nok? Balansindan nok. Hop. Keyin XP. Rozvochda Astro. Lütfen. Giriş gerek. Kıyma mı sağ olun? Böyle yanılmak söylüyor. Not kıla olmadı. Astroga kıyım bitti orada. Bu sent rozvochda. Va Astro jamoadoshi ham yetib keldi. Just. Astro ayıptı doğrusu. Burada. F4 degan. İsmli oyunchini. Texel. Balansidan. Astro! Qanday xatolik. Tomonda kuchli balansidan degan o'yinchi bor edi. Hop, just. Kan. Olxiyam. Ping XP. Tejamon qarshilikda xatolarga yo'l qo'yishmoqda. Balansidan ular 4taga yetgan. Biroz bu qarshilikda kim yengar ekan? Bitta o'zi. Birga tur. Keyin XP. Topga o'ynashni ma'qul ko'rgan shekilli. Just. Respect jamoasidan ko'ra Notorious Sport. Never give up. Dekadu tarafdan. Va zona tashqarisida kimlar ko'radi? Unwanted Academy, Music Gaming. Oyun ochida minus kuchragan. Fraze, hali ham yashamoqda. Fraze, Discord. Birinchi matchni to'pir bilan boshlagan jamoa ishi. Ishsa. Uzkanda just Qaraqalpaqstan. Just was stratega LT ekan. Legend ham. Bak. Give up of XP Sports, Notorious Sports, GG Ahmedov zona tashqarisidan olib qo'ygan. Keyin zona qisqarmoqda. Ahmedov hal qilganda sal qolibdi-da. Mas não trouxe ela charme cá. Mas cá. 7 apples back. Já mostra a capitã de oxida, no.
O'zi bo'lishi juda qiyin. Va minus. To'g'risi erishdi. Banda. Galaxy Gamer jamoasi o'yinchilari. XP Sports. Respect coming. Сейчас. Neve Keep Up, Digi Banda. Juda yaqin bir-biriga. Lolboy, Baron. Swag. Bakıyor, Baron. Wow. Qanday uzatma balansidan bor. Еще speed qo'yib to'g'risida. Burada Banda, Galaxy Gamers va Neve Keep Up o'yinchilari. Qanday chiroyli. Chiroyli. Yo'q. Ozgina adashdi. Va knock attacks. Baron. Seven Up. Galaxy Gamers o'yinchisi 4'te kill. Soldi. Lekin bitta o'zi. Top 8 ta jamoa qolishdi. Wanted Academy, Fearless Goddess. Juda ham jamoa ham bor. Legend Team o'yinchilari ham bor. Notorious Sport, Neve Keep Up, XP Sports. 8 ta jamoa shunda. Bu albatta juda kichkina. No, pushback. XP Sport va Notorious Sport qarshiligini kuzatamiz. XP sale. O bitti orada. İyi bak.
Qanday o'yin bu? Murat esport kellarni juda ko'p foydalanib olishmoqda. OXP Sports'ni Allobliga jo'natishdi. Va oxirgi o'yinchisida ham bu Murat esport oldingi o'yinimizda top 2 bilan cheklanishgan edi. Top 1 uchun maksimal harakatda bo'lish bermoqda. Neva ekipa o'yinchisi. Ular ham harakatda. Hop. Longboy, Baron. RTX ko'ramiz. Nima qilib tashlanar ekan? Cesar, Everest, Winshot Speed, Murat Esport, Noak, Longboy'dan, Winshot Speed, Cesar, Everest. Undayam bilan o'zlarini yapishga harakat qilishmoqda. Uy, Baronna qanday qilsini keltirib tashlashdi. Cesar va Longboy tarafdan ham ko'rsatishga harakat qilamiz. Longboy nima qilib tashlar ekan. Longboy asta-sekinlik bilan pastga tushib. Everest. Everest'dan. Cesar oxirgi joni kam va Murat esport shu yerda top 7 bilan o'yinni tugatishdi. Nevegi pap 4 ta kill. Oltinga teng killlar bo'ldi. To'g'ri. O'zana birinchi Murat esport bilan как там tablitsasida bir guruh uchun birinchi top 1da turishgan. Ekipa bo'lsa ularni to'xtatishdi. Sport. Ko'ramiz top 6lik qanaqa bo'lar ekan.
Alo. Mikrofon chiqib ketdi bilan. Birga bir holat. Top bir uchun kurash. Tak, birga bir holat. Ne? Azod Bey, epladi. Har qancha Slavik ko'rgan bo'lsa ham epladi. Bu mening shaxsiy fikrim. Tak, davom. Azod Bey, ko'ramiz. 4 dakika. Yaxshi. Atrof relax, legan timga bosib. 3 dakika top 2. Dalya Scott o'yinchilari top 3, 1 dakika. Laspitasi yaxshi. Unwanted Academy jamoasi 6 kill, top 4. Neveki Pubg jamoasi o'yinchilari 5 ta kill, top 5. Top 6. Galaxy Game. Shunaqa olsa kerak. Galaxy Gamers top 6. 5 ta kill, top 6da 5 ta kill hisoblanadi. Top 7 Qaraqalpaqstan Sport 10 ta kill, top 7. Sendan F4 in 0 XP. XP. Ya sport jamoasi o'yinchilari 4 ta kill. 8 o'rinda Respect 0 kill. 9 o'rinda O'zbek Aksiyakon Muhammad. O'zbekiston jamoasi top 10da 0 kill. O'zbek Gaming. Bitta kill. Top 11 Kiber Cyber jamoasi o'yinchilari top 12da 0 kill. Davronda kanal 4 ta kill, top 1. Inshot Speed 5 ta kill, игрок. O'zbekiston jamoasi eng yaxshi игрок Azod Bey. Kelni olib berdi kamatashim. Kerakli testlar edi. Hop, bizlar keyingi mashina sabrsizlik bilan kutamiz. Tak.
टीम्स में क्या चल रहा है और ये जो एक्सपीरियंस है barchaga yoqimli hordiq tilab bugun holda 3-matchimizdan boshlab qolamiz. Bizlar tayyor bo'lamiz. Bizlarga nima tayyorlab qo'yishgan ekan o'yinchilarimiz? Hop, hammaga xayrli parvoz. Notorious to'rnament 6-mavsum. Bizlarda 1-8 o'yinlari B bunga to'g'ri kelgan. Hozirda B1 guruh o'yinlarining oxirgi matchi, ya'ni KARTAsi. Ular o'z pozitsiyalarini egallashmoqda. Qaraqalpaqstan Gaming. Ro'zg'or tarafdan Notorious Sport va yana Dewshiler qarshiga Unwanted Respect. Oy, qanday qiziqarli solishi mumkin. Never give up degan tim. Diyor. Jamoa. Notorious Sport va Dewshiler qarshiga. Так, тебе барон. Ба. Цеза. Цеза. Asa 3-3, но lekin Cezadan ko'pirsa juda yaxshi joylashgan. Ceza! Aton knock. Aton. Presi. Egoist eng oxirgi o'yinchi va full minus 7 o'yinchilari va yana
Notorious sport tarafda 4 ta kill. Bu ikkisi ham Qaraqalpoq jamoalari Notorious bilan to'qnashmoqda. Lekin Avino yana minus. Lekin oldingi matchimizda prize qochib kutilganda. Tak. Ko'ramiz. Yana to'p. Ko'ramizmi? Qiziqarlisi bu ikkitasi ham Qaraqalpoq jamoalari. Так. Рожик. Shaharchasidan hozirda. Cerdam, Everest, Fisher Street. Так. Unwanted va respect. Hozirlarga ko'rish beradi. Respect minister. Hozirda bizlarda Dead Scottish minut, respect jamoasi minut. Bu aynan ikkalasi ham Qaraqalpoq jamoalari. Bitta jamoa kirishga bo'lsa kerak. Hozirda 9 tasi qolishdi. Respectni chiqarib olish ehtimoli juda yuqori. Va yana, bor ekan mana. Qarshiga. Hozir ko'ramiz yanada. Да, за пачки го. За пачки da mehmonda. Pochanikida mehmonda. Так. Mazar. Davron. 16 va 13 raqamli Go O'zbekiston jamoasiga qarshi 16 raqamli jamoa. Bu holatda. Ikkisi ham fullmi? Da, ikkisi ham full. Qanday granata Ozodbekdan. Qo'ldan qarshi jamoa o'yinchilari. Qarab, bu ikkita qarshi edi. Kiminga ekan? Qaraqalpoqlar, nima qilishdi? Nima ketdi? Mana podarka. Mana sovg'a. Qaraqalpoq jamoasidan. Va natijasi juda past bo'layotgan jamoalarimizdan biri. Kerakli testlarni yopib olish olmayapti. Aksiya. Aksiya. Ozodbek, u ham yaqinlashib qo'yishdi. Qaraqalpoqda. Hop, g'alaba. Ozodbekdan shotnik tomon. Larmikan bu Qaraqalpoqlar ikkita jamoa o'rtasida qolib ketishgan. Qolish etgan yo azar. O'ynoq, Davron. Hop, jam kuzatishda davom etyapti 13-raqamli Go O'zbekiston jamoasi. Qaraqalpoq. Oy. Yaxshi, Notorious urusda. Sen bitta o'zi. Ko'ramiz. Joni kam, albatta bu. Birga 2 holatda Ozodbek. Va
Granata. O'ynoq. Azar. Bitta azar. Va sartaroshdan sayfolar. Bu yerda komanda bor. S4 Rossiya. Qo'rqmanglar. Qaraqalpaqstan bo'lsa hozirda lobbiga yuborildi. Yaxshi ketayotganda. Va yana 16 va 13 raqamli jamoalar o'rtasida jang davom etadi. O'zbekiston sakkizta jamoa var. 5ta o'yinchi. Hozirgina Qaraqalpaq jamoasi top 9 natijani qayd etishdi va bunday o'yinlarni bilan xayrlashdi. Bilmadim endi top 10 natija qayd etdim ekan. Notorious sport Pubg'ga bostirib kelishga harakat qilishadi va O'zbekiston Gaming Guari tarafga joylashgan. Legend Team jamoasi bitta materialda joylashgan. Never give up. Diyor Galaxy Gaming jamoasi. Never give up jamoasiga qarshi Wanted Notorious Sports rotatsiyasini bir zumda o'zgartirishga O'zbekiston jamoasi o'tgan mashinani ochdi o'zlariga. O'zbekiston Gaming Notorious Sports Titan flash. Yo'q. Info yo'q. Faullar mosni egallashga yaxshi deb qo'ygan o'xshaydi. Teza, Winshot Speed va Everest. Bu tomonda O'zbekiston jamoasi. Ular o'zlariga yaxshi pozitsiyani egallashdi. O'zbekiston Gaming do'stlar o'tishgan. Jamoa mashinani ita. Hop, O'zbekistondan kuzatamiz. Unwanted Academy va O'zbekiston da va yaqinlashmoqda aylanib 6 raqam jamoa. Ozodbek Ozodbekdan qanday? Bugun iskon holatida. Toshkent ko'radimi? 6 raqamli jamoa push qiladimi? Ko'ramiz. Kenze
olishgan. Juniordan javob. Berekeli chiqargan Kenzi. Hop, qarab berish kerak Kenzi va bosim qilishyapti. Eng oxirgi o'yinchi minus. Alvandagi jamoasidan g'alaba. Top 6 jamoasidan chiqdi. Qaraqalpaqstan, Notorious Gaming, Notorious Sport. Hech kim kelmadi. Galaxy Gaming 15 raqamda. Alvantet o'zlarini suvga tashlamoqda. Notorious Sports. Notorious Gaming. Qaysi jamoa bu? Galaxy Gaming da. 5 ta jamoa qolishi hozir katamiz. Bu oxirgi match va bir guruh uchun. Yarsel, Uzbek Cup, Newbie, Yarsel, Vanda. Maraf! Oy! Smuzda emasmi ekan? Mana Junior. 6 ta kill. Yaxshi. Mazza qilsiz ketyapti-ku. Notorious Gaming, Unwanted, Legend Team, Galaxy Gaming va Notorious Sports. Legend Teamdan Bunyod, Uzhan, Lord va Astra. Bizlarda Uzix Gaming jamoasi o'yinchilari Lord, Dacent, Ali, Desant. Ular hisobda 2 ta kill. Hozirgi o'yinchi. Legend Team hisobida killlar yo'q. Ayni vaziyatda. Ular jamoalarni joylash va manavidan xat solishmoqda. Scrap. To'rtta jamoa, to'rtta o'yinchi. Galaxy Gaming, Notorious Sport va
Uzix Gaming. Связано. Связано. Uzix Gaming jamoasiga qarshi. Hop. Da. Uzix Gaming'dan yana ikkita o'yinchi olib ketishdi. Bitta o'yinchi. Wow. Bu tarafda Everest. Biraz bir tane. Uzix Gaming karşı. Ahli vaziyatga o'zimiz tushirib qo'ygan Ali. Sezidan yaqinlasha. Bosim. Everest. Alman jamoasi o'yinchilari ular ham kirib kelish kerak. Gaming'dan yana 3 ta o'yinchi kirib kelishdi. Ko'ramiz Galaxy Gaming o'yinchilari ham nima qilishar ekan. 5 aspekt nok.